Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan tojik oshxonasiga sayohat qilamiz va ularning eng mashhur trenddagi taomi qurtobani birgalikda tayyorlaymiz. Ko'pchilik bu taomni xuddi koksi va akrushkalarga o'xshagan yaxna taom deb o'ylarkan. Ko'proq yozda, obedlarda, issiq kunlarda yesa muzdekkina zo'r ketadi deyshadi. Lekin aslida bu taom fasl tanlamaydi. Qishmi, yozmi farqi yo'q. Qachon bo'lsa ham, lekin issiqligida yeyiladigan taom hisoblanadi. Uni issiqligida yesangiz haqiqiy mazasini his qilasiz. Shuning uchun uni issiqligida nonlari qisir-qisir qilib turganda, mana ustiga quyilgan souslari shunaqangi zo'r maza berib turganda issiqligida yeb his qilish kerak. Bu taom haqida sizni fikringiz qanaqa? Issiqligida mazalimi yoki sovuqligida? Bu savolga javob topishingiz uchun oldingizda qani qurtobi bormi? Yo'q. Nima qilib o'tiribsiz? Unda tez turamiz, tayyorlab ko'ramiz va albatta tatib ko'rib, kommentariyada o'zingizni shaxsiy fikringizni qoldirib keting. Bu men uchun qiziq.